好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Askan。今天我们要学习的是第2单元的第2部分. İkinci dersimizninki ikinci bölümünü günümüzde. Aldığınki derste kim bilen görüştü? 是 Merdan yani boğusu kıynakısı bilen görüştü. 那么这一课里面这个阿里木他是不是该见到他的爸爸妈妈了呢？ Hem kim bilen görüşüdü? Öydekileri bilen. 那么在同样的在学这个课文之前呢，我们先来学习我们的生词总动员。好, bugünkü sözümü aldığım kıtımınkiga o'xshash sal jiqroq lekin unchalik jiq desakmi bo'lmaydi. Uning ustiga bugungi so'zlarmi nihoyatda oson so'zlar hamda burundan chiqib ketdim biz uchirtib bo'lgan so'zlar. Başladık. Birinchisi aya degan, voye degan gap va we degan gap o'xshash. 就比如说 we bu kim o? Aya 这是谁呀？那 aya 您bo'ldingiz? we 您bo'ldingiz? Aya 你怎么了？ degan o'xshash. 那么 aya 这个词不难，就是我们平时所说的 aya we degan bilan o'xshash. İkincisi 死 yazılışı 横撇点 然后撇竖弯钩. 那死 degan bu xatni ko'rib uygu ölüş degan xat ku ölüş degan ma'nosi bor. 比如说谁谁谁死了 degandek. Lekin odatda bir odamni tugab ketgan degan chaqda 你说 u odam o'libdi desak 不太好你不能这么说 unda desak bo'lmaydi. 好, 那么死 deganninki bu darsda chiqadigan ma'nosi aldın qıtımdakiliki huay deganga o'xshash, beh degan ma'noda. 比如说 qo'sqam ichib o'lay dedim, o'ldim mi yoqqa? Buningga 饿死了, 我肚子饿死了 desak bo'ladi. Yerib charchab o'lay dedim degan bo'lsak, 累死了. Aldirashchilikda o'lay dedim degan bo'lsak, 忙死了 degandek. Bu faqat darajasini ko'tarib berdi. Qanday deyotganmiz? 饿死了, 累死了, 忙死了. Sizni seg'inib o'lay dedim degan bo'lsam, 我想死你了 desak bo'ladi. 想死你了. 好. 然后下面一个呢，出去。那出去deganimiz chiqib ketish. 那比如说 odatda家里面突然间来人了, uyga birisi kelib qoldi. Mendan opingiz qana deb so'radi. Nima mana? 出去了. chiqib ketdi, sirtqa chiqib ketgan. 那么这个出去指的是 sirtqa chiqib ketdi degan ma'noni bildirdi. 比如说妈妈出去了. Andan keyin u chiqib ketgani 1 soat bo'ldi desak, 他出去1个小时了. 他出去1个小时了 desak bo'ladi. 出去 chiqib ketish, sirtqa chiqish degandek. 上班. 上一次我们学了这个上 degan xatni o'rgandik. 那shu 上 degan xatni o'rgangan vaqtimizda ban degan nima degandik. 上班 ishga chiqish. Na ishdan tushish bo'lsa 下班. 妈妈去上班了. Opam ishga ketdi. 妈妈去上班了. Siz nerede ishlaysiz? 你在哪儿上班? 你在哪儿上班 desak bo'ladi. 上班 ishga chiqish. 进 kirish. 横撇竖 然后一个走着底. Odatda birisi shikni chekkan vaqtida kirim desak 请进deymiz. 然后进来desakmi bo'ladi. 进来. Lekin oldiga 请 degan xatni qassak 就更 hurmatli, 就是qarshi tarafdan texmi hurmatligan bo'lamiz. 请进来都可以啊. 进 kirish. 那 uyga kiring. 进屋坐一会儿吧. 你进屋坐一会儿吧. 那 uyga kirib birdan o'ltiring degan gap. 沏茶 一个3点水 横竖提横折勾撇. 茶呢就是我们以前学的 choy degan xat. 那沏茶 deganimiz choy damlash. 那opam choy damlagili kirib ketdi. 妈妈去沏茶了. 那sizlar birdan o'tirib turinglar. Men kirib bir choy damlab chiqay desam, 你们坐一会儿，我去沏一壶茶.
Miyada bir çaynak çay olgandan keyin 我就说的我去沏一壶茶啊，坐一会儿我去沏茶都可以。沏茶çay demlash。坐 qarsak bu yerda bir tal to'pa degan xat qo'y, anki ikki tal kichik odam turamdi. Zo degan o'ltirish degan gap. Masalan, o'ltiring bo'lsa qing zuo. Nada o'tirmay bo'lsa wo zuo nar desak bo'ladi. 比如说 anandaki mushu saboqdashlar o'ltirib dars anglaydi, ma'lum turib dars so'zlaydi degan bo'lsak, 同学们坐着听课，老师站着上课。同学们坐着听课，老师站着上课。desak bo'ladi。这个呢是坐 o'tirish degan gap。那下面一个呢是院子，一个耳朵anandaki kayni van degan xat。院子deganimiz o'ylar. Agarda mushu uyimizni平房bo'lgan bo'lsa, o'ylisi bor uy bo'lsa, buni biz 院子 desak bo'ladi. 那么我们现在在这个城市里面，大家住的都是这种楼啊，binasida turib, 那 bizning mushu mahallimizning院子 desak bo'ladi. Masalan, kechda bolalarning hammasi mushu mahallada o'ynaydi desak, 晚上孩子们都在院子里玩。玩都行啊，晚上孩子们都在院子里玩desak. 那 ularninki mushu o'ylisi bek cho'nka desak, 他们的院子很大。那么坐 bilan birga ishlatgan vaqtimizda masalan, mushu o'ylida birdan o'ltiraylik degan bo'lsa, 我们在院子里坐一会儿。院子 o'yla, ma'la degan ma'noda. 好，多degan so'zni biz burun o'rgangan vaqtimizda ko'p, jiq degandik. 比如说这里有很多人, bu yerda bakchiq odamlar bor ekan. 我今天有很多事情, bugun shunda jiq ishim bor. 那么 bu yerda bu ravish bo'lib nima deb bildirdi desak, nima degan. 那比如说 nima degan cho'ng, 多大? Nima degan egiz, 多高啊? degandek. Uningdan boshqa masalan bizningki yurtimiz nima degan go'zal degan bo'lsak, 我们的家乡多美呀 desak bo'ladi. Mening opam nima degan yaxshi, 我的妈妈多好啊 都行啊 都行. 多 yana nima ma'nosi bor dedik? Nima degan ma'nosi bor. 好，凉快 2点水，一个北京的京。快呢是一个就是我们这个快乐的快啊， tez 的个快。凉快 salqin。uy içi bek ısık, tala salqinken desek, 房子里太热了，外面凉快。房子里太热了，外面凉快。Uningdan boshqa masalan, 多 bilan ikkisini birga ishlatgan bo'lsak, bugun nima degan salqin bo'lsa, 今天多凉快呀，今天多凉快呀 desak bo'ladi. 凉快 salqin. 变成 o'zgarib qoldi. O'zgarib qilib nimaga o'zgarib ketdi? Keyniga shu o'zgarib chiqqan narsani deyishimiz kerak. Masalan, burunmushtaq bir kichik hikoyalar bordi. Shahzoda paqiq o'zgarib qoldi deb. Uni nima deymiz? 王子变成了青蛙。王子变成了青蛙 degandek. Bu ishdan keyin u bizningki qalbimizdagi nimaga o'zgarib qoldi deylik? Azmatga o'zgarib qoldi desak, 这件事后他成了我们心中的英雄。这件事后他成了我们心中的英雄 desak bo'ladi. 变成 mendagi ben unutib qolibdim marasa. 这件事后他变成了我们心中的英雄 desak bo'ladi. Demak, u burun bizning ko'nglimizda英雄emasdi. Hozir英雄bo'lib o'zgardi bo'lib ma'noda va keyingi nimaga o'zgarganligini deyishimiz kerak. Masalan, mushu hozir
bizningki kentimiz burun Tuludi, hozir Bayovlu bo'lib degan kichik bir shahar bo'lib qopti, shaharga o'zgarib qopti degan bo'lsak, 我们的村变成了一个小城市 desak bo'ladi. Nima bu yerdagi bu 小城市deganimiz rost amaliyotdagi shahar demakchi emas. Demak, shu tariqiyatda shahar bilan o'xshash yaxshi bo'lib ketdi demakchi. 好，下面一个呢，花园。花园，花degan gul, yuan degan bog, 那花园bo'lsa就是 güllük demdik, güllükka. 那这个 gül deydigan yani güllük deydi ekanmiz. Na unda bo'lsa meva deydigan yani 果园, 果园, 花园, 果园啊. Na biz odamlar bundoq ilg'i kirib bundoq birdan mengib yo sayl qilib chiqadigan yani 公园, 公园. Na 花园就是güllük. 比如说 bizningki güllükka 上次我们学了个五颜六色deb o'rgandik, rangarang. Na bizning güllükka rangarang gullarni terib etdik degan bo'lsak, 我们的花园里种了五颜六色的花。我们的花园里种了五颜六色的花 desak bo'ladi. 下面呢，搭建，搭建，搭 一个提手旁，然后一个草字头，下面是一个禾。建 degan xatni oldingidan o'rganib bo'ldik. 搭建 deganimiz是 qurmoq. Bu qurish degan vaqtimizda ko'pinchisi mundaq jazilar orqali, jazi orqali mundaq qurib chiqqaniga biz 搭建 deymiz. Lekin mundaq qurilishga dajian desak bo'lmaydi. Odatda taxtaylarni akilib, yog'ochlar bilan bunday qurib olgan bo'lsak, uni biz dajian desak bo'ladi. Masalan, biz shu barang deymiz-ku, uzum baranglarini shu dajian chulaydi. Dajian ananiki kichikanda qilqanda kapiga o'xshash bunday ostida birdan aramog'li bo'lgan, yo bo'lmasa, bunday yam qo'yib qo'ygan, lekin tarafı bunda uçuk doğal vaxtıda 像这样子的东西你也是搭建 desek bo'ladi. 比如说他们的院子很大，还搭建了一个葡萄架 desek bo'ladi. Ularninki o'ylisi bek cho'nkan hamda o'tirsiga iliqi nima qilibdi, uzum barang'i bunda quribdi degan bo'lsak, 那就是搭建了葡萄架 desek bo'ladi. 下面就是这个葡萄。葡萄deganimiz uzum葡萄.其实bu葡萄biz burun iliq meva chivini o'rgangan vaqtimizda o'rganib bo'lgan,只不过是 hidini o'rganmagandik. Bugun hidini o'rganamiz. 一个草字头撇横折钩 qilib 横竖横折横横竖 degan bir tal点. 头呢是一个横竖竖 qilib 撇横折钩 tashqi qiyofada o'xshab qoldi. Tashqi qurilmasi aka 撇横横竖竖折竖葡萄uzum. Iliqi kishmishma uzumninki quritgan uzumni 葡萄干 deymiz. 葡萄干. Men uzum yeyishga amra, 我喜欢吃葡萄. Bu uzum tatlı ekan desak, 这葡萄很甜. Bu uzum bek chuchumalgan desak, 这葡萄很酸 desak bo'ladi. 好，下面呢，架，架deganimiz jaza. 一个li, 一个口, degan ostiga bir tal mu. Ko'pincha biz bu jazini yog'ochlar bilan yasagandan keyin ostida bir tal mu bor. Jaza. Nima jazi bo'lsa, bishnima ja desangiz bo'ladi. Masalan, uzumninki jazisi,就是barang deb qo'yamiz-ku, u bo'lgan bo'lsa, 葡萄架 bo'lgan bo'lsa, kiyim jazisi 衣服架. Andan kitob jazisi bo'lsa, 书架. Oyoq sog'an jazi bo'lgan bo'lsa, 鞋架. Ishqilib nima sog'an jazi bo'lsa, bishnima ja desangiz bo'ladi. Buni 下面一个呢，弄。弄呢，上面一个王，然后横撇竖。弄degan bu xatni ma'nisiga kelsa qilmoq deymiz. Buni nimani qilish? 其实 nimani qilsangiz, shu nongni ishlatsangiz bo'ladi. 比如说 masalan biz shu 葡萄架ni deylik. 葡萄架ni shu uzum barangni. 搭建 degan bu so'z esingizga kelgan bo'lsa, 搭建 desangiz, esingizga kelmagan chog'da qaysi so'z bilan aytsangiz bo'ladi? 弄 aytsangiz bo'ladi. 比如说他们家弄了个葡萄架.
那这个弄就是搭建的意思，就是说不弄degan bu xat nurg'un mushu harakatlik so'zlarga o'rnini basalaydi. Xuddi 我们经常mandaq bir so'z berdi-ku,就比如说 muhtoj so'zga kelgan vaqtimizda kitobni 一本书 deymiz, 衣服ni 一件衣服 deymiz, andan keyin chiroqni 一盏灯 deymiz. Lekin 平时我们说话的时候呢，一个书一个灯一个路的 bilan deyveramiz. 那么这个时候就是说 个 degan bu xat, gerçi bu xato bo'lsa-mu, lekin 个 degan bu xat nurg'un narsalarga mushu muhtoj so'z bo'lib ketdi deymiz-ku eg'iz tilda. Na bu nungmu shu eg'iz tilda nurg'un harakatlarniki bir almashtirg'inini bo'lib ketadi. Birusho na bu harakat qanday harakatlar desak-chu, murakkab harakatlar. Birusho men at komandировкаga chiqmoqchi. Na men nima ish qilaman? Men kiyimlarimni qatlayman, anandagi yuk taqlarimni yig'ishtiraman, nimani olaman, nimani olmayman, qachilayman. Bu yerda bir mo'j harakatlar bor-ku. Buni hammasini yo'q qilib, no xola 我的行李弄好了，那不也得 qatlashmi bor, yig'ishtirishmi bor, silishmi bor 都有了，那我的行李弄好了 desak bo'ladi. 那比如说 uy 装修 qildim degan bo'lsam,那这个我们要安东西对吧？安deb oldin qitim o'rgandik, masalan 我们要安一些柜子 shkaflarni o'rnatamiz, andan keyin yo 这个布置房间 uyning ichida bezaymiz, qatorliq有很多事情. 那bularning hammasi yig'ib kelib 房子弄好了 desak bo'ladi. 房子弄好了. Bu yerdagi bu弄 shu hamma harakatning hammasini o'z ichiga olib ketadi. 那就是说 murakkab harakat so'zlariga kelgan vaqtimizda u so'zni nima deb deyishingizni uqolmay qolgan vaqtimizda nungni ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, telefoningizga suv kirib ketgan bo'lsa, qarshi taraf quritamdi, yassamdi, yana bijim qilamdi, har xil harakatlar bor bu yerda. Na, siz bir eg'iz gap 手机弄好了吗 desangiz 就可以了啊，手机弄好了吗就可以了。下面一个菜园，那花园是 gullik bo'lgan bo'lsa, 那菜园就是 ko'ktatliq bo'ladi. Saytirilg'aya 就是菜园，菜园里种了很多菜，菜园里种了很多菜。ko'ktatliqqa nurg'un saylarni terib qo'ydik degandek. 那下面这个种就是 terish bo'ladi. 种一个和，然后呢一个中，种 terish. gul terisak 种花，say terisak 种菜。那 çöp tergan bo'lsak 种草 bo'ladi. 种 terish. Biz bu yil 3 mo buğday terdik desak, 我们今年种了3亩麦子。我们今年种了3亩麦子 desak bo'ladi. 种麦子，种棉花，种玉米，种葵花，种什么都行。种 terish. 歇 bize bu miqdor bo'ladi. 那就是一点儿qargan chaqda jiqroq, lekin to'dan ozroq, idealdan jiqroq bo'ladi. Biza. Masalan, bu yerda biza, bu yerda ozroq odamlar bor ekan, bir qism ya bo'lmasa biza odamlar bor ekan desak, 这里有一些人，这里有一些人。那men ozroq 这个 olma setib oldim degan bo'lsak, 我买了一些水果啊，我买了一些苹果。我买了一些苹果 desak bo'ladi. 西红柿 ostidagi 3 so'zga bir qarab o'taylik. Birisi 西红柿, birisi 辣子, birisi 芹菜. Bu uchilisini biz burun o'rgangandik. 西红柿deganimiz pomidor, 辣子degan laza, 芹菜deganimiz chimsak. 好，那么 uchilisi ko'ktatninki ismi. 西红柿, 辣子, 芹菜. 那 men pomidor yeyishga amroq. 我喜欢吃西红柿。我喜欢吃西红柿。辣子 laza. lazını az ye. 少吃辣子。少吃辣子。Andan keyin lazı bek yellik desek-chu, 辣子太发了 deymiz. 辣子太发了 desek bo'ladi. Andan keyin doktor bana lazını yemang dedi desek, 医生让我不要吃辣子。医生
让我不要吃辣子。desek bo'ladi。老板用辣子吧么？desek deymiz。老板用不用辣子？deymiz。辣子知道了吗？下面一个芹菜，上面是一个草字头，下面是一个金芹菜。芹菜는 햇볕에 관비승부 파이드스와 desek。多吃芹菜对高血压有好处。多吃芹菜对高血压有好处。desek bo'ladi. Andan keyin nurg'un odamlar shu chingsa yeyish bilan xush yo'q. bo'libmi kichik bolalar desek， 很多人不喜欢吃芹菜，尤其是小孩子。很多人不喜欢吃芹菜，尤其是小孩子。孩子degan so'zni birinchi darsda o'rganib bo'ldik juma. Andan 下面一个根 g'aqa gaka。那么bu g'aqa gaka keladigan so'zchi amaliyotda xili bor, lekin shu根ning bu g'aqa gaka degan ma'nosi bor. Men sanga bir ishni dey desam, 我跟你说一件事 deymiz. 我跟你说一件事。我们sizning gapingizni qilganda desek， 他跟我提起过你，他跟我提起过你。提起degan就是它下面这个词啊，ostidagi提起degan nima shu tilga ilish。那u sizning gapingizni qilgan, u sizni tilga olgan提起。好，bu ishni tilga olsam achchig'im keladi bo'lsa， 提起这件事我就生气，提起这件事我就生气。desek bo'ladi. 提起 uning gapini qilg'im yo'qman, uning gapini qilma desam， 别跟我提起他，别跟我提起他。yoki bo'lmasa， 我不想提起他，我不想提起他。desek bo'ladi. 好，下一个过。那bir ishni qilib boqqan bo'lgan bo'lsa过 desek bo'ladi. berib boqqan 去过， yeb boqqan 吃过， ko'rib boqqan 看过， setib ilib boqqan 买过 degandagi. Masalan, men Beijingga berib boqqan bo'lsa 我去过北京。那 men u odamni ko'rib boqqan 我见过这个人，我见过这个人。andan keyin yana nima deymiz? Masalan, 去过买过吃过看过玩过 deymiz. 下面一个想这已经是我们第二次出现了啊。bu xatninki necha xil ma'nosi bor dedik. Seg'inish, maqchi, qig'im bor degandek. Sizni ko'rgim keldi, sizni seg'indim desak, 我想你 deymiz. Bundan boshqa, 比如说 siz bilan ko'rishkim bor. Maqchi bo'ladi. Siz bilan ko'rishkim bor desak, 我想见你，我想见你。uyqum kelyapti bo'lsa， 我想睡觉，我想睡觉。sizga bir sovg'a bergim bor desak， 我想送你一件礼物，我想送你一件礼物。men siz bilan birga tomoq yegim bor， 我想跟你一起吃饭，我想跟你一起吃饭 desak bo'ladi. 下面一个呢，惊喜 tuyuqsiz qo'shib qo'ysak 惊喜 deymiz. tuyuqsiz bo'lmasa u shi bo'ladi, jing bo'lmaydi. jing degan cho'chib ketish degan gap. 惊喜就是 tuyuqsiz qo'shilish. Masalan, bu bir tuyuqsiz xo'shallik bo'pti-ku. 这真是一个惊喜，这真是一个惊喜。u meni tuyuqsiz qo'shib qilyapti desak， 他给了我一个惊喜，他给了我一个惊喜 deymiz. sizni tuyuqsiz qo'shib qilyapti dedim bo'lsa， 我想给你个惊喜，我想给你个惊喜。这个 tuyuqsiz qo'shib ketish degan gaplar tuyuqsiz kayfiyat yaxshi qilish emas. 比如说bugun bir bayram, lekin birasininki menga biroz sovg'a nima qilishini o'ylab boqmadim. tuyuqsiz masalan birmuncha gullarni qabul qilib yo bo'lmasa sovg'alarni qabul qilgan bo'lsam, 我说天哪，这是谁送我的呀 deb qo'shib ketaman. 这个叫惊喜 deymiz. 好，瞧
前面一个木字旁，然后后面这个谁点还包括 kimo 的给谁아시는기 개인의 가슴이 아스다 됐다 제게木字旁bo'lgandan ko'z bilan munosabatli kan的意思lekin kanga qarata vaqt qisqaroq bo'ldi. Bunda qisqaroq vaqt qaraganni chao deymiz. Masalan, magazинlarda qarab beqinglar, ko'rib beqinglar deb so'zlaydi qo'y. Chao yi chao, kan yi kan. 就是这个瞧manga qarang, 你瞧我desakmi bo'ladi. qarab turqinglar desak, 瞧你这样子 desak bo'ladi. 瞧你这样子. 瞧看看的意思. 养 beqish. 养孩子 bola beqish. 养牛 qo'li beqish. 养羊 qo'y beqish. 养鸡 to'g'ri beqish. Boqsangiz 养 deymiz. Dadam baliq beqishga bek amroq desak, 爸爸喜欢养鱼 deymiz. 爸爸喜欢养鱼. 那么 mushu badaning salomatligingizni asirsingiz-chu, uni biz nima deymiz? 养生. 养生养生degan bu sheng degan nimani boqqanda shu salomatligingizga diqqat qilib, salomatligingizga asirsingiz, 叫养生 deymiz. Xo'p, mushu salomatligingiz asliga kelganda salomatligingizni yaxshi asliga keltiring desak, bu asliga keltirish deganga biz boshqa narsa ishlatib ketmaymiz. Mushu yangni deymiz. 好好养身体 deymiz. 好好养身体 desak bo'ladi. Xo'p, 下面一个呢, 牛. Uning kendisi yang ekan, bu ikkisiga birga qarasak, 牛 deganimiz qala, yang deganimiz qo'y. 这个我们应该都知道牛 铁横横竖 vu degan xatga o'xshab qoladi, lekin vu qilib yozsak bo'lmaydi. Juma usulida bir tushganda mungzi deb qarasak bo'ladi. 牛 kala. Bizning uyda 4 kala bor desak, 我们家有4头牛. 我们家有4头牛 desak bo'ladi. Agarda bir odam sizga ni tay牛了 desa, ni tay 牛了 degan bo'lsa, meni kala dedimi? Unda qamasa. Siz bak qaltiskansiz, siz bak yamankansiz degan gap. U siz qolakansiz degan gap emas. Xato tushunmasa bo'lmaydi. Ni tay 牛了 是你太厉害了的意思. 牛 degan bu xatniki asli ma'nosi qala. Keyingisi yang, qo'y. Qo'yni nima deymiz? 一只羊 deb miqdor so'ziga zhni ishlatamiz. Bizning uyda 3 qo'y bor desak, 我们家有3只羊. 3只羊qo'yning bolasini-chu yanggao deydi odatda. Xo'p, yang, mayang, qo'y sotib olish. Biz doim qo'y go'shti yeymiz-ku. Qo'y go'shtini yang rou deydi va yang rou. 我喜欢吃羊肉 degandek. Ondan买 sotib olish. Nimani sotib olgan bo'lsangiz, 买什么什么什么东西 desangiz bo'ladi. Kiyim sotib olsangiz, 买衣服. Soat sotib olsangiz, 买表. Zanjir sotib olsangiz, 买项链. 买书, 买本子. 所有的东西都可以用买买什么什么什么什么 desak. Masalan, men bir juft oyoq sotib oldim. 我买了一双鞋. 我买了一双鞋. Nima olasiz desak, 你买什么? 你买什么 desak bo'ladi. Setish degani may. Setib olish may. Almashtirib olmanglar. San, biz. Siz bilan meni qo'shsak, biz bo'lamiz, uni san deymiz. Yaxshi burun 我们 deydik-ku. 我们 desak bo'ladi, san desakmi bo'ladi, zamin desakmi bo'laveradi. Bu bizning opamiz. 这是咱妈. Bugun opamizning tug'ilgan kuni ekan desak, 今天是咱妈的生日 desak bo'ladi. Andan keyin biz birga boraylik, 咱一起去吧. 咱一起去吧. yoki bo'lmasa 咱们一起去吧 desakmi bo'laveradi. 下面一个重 bu 重 degan xatni burun biz o'rgangan vaqtimizda 重 deb birinchi ton o'qilishini o'rganganda, o'tiri degan chaqda 中间是吧? 那重 deganimiz 是它的意思呢是 chiqmoq. Nima chiqyapti desakchi, masalan, mukofot chiqdi degan mushu chiqdi degan chulaylar emas, 是中. 中奖
مثلا 我中了1等奖 那من birinci derecelik mükafatga eriştim desek 我中了1等奖 desek bo'ladi. 中奖. Na loteriya aladigan odamlar bekchik loteriya chiqqan bo'lsa 我中彩票了 desamiz bo'ladi. 我中彩票了. 下面一个扶贫。上次我们学了脱贫，脱degan ishni就是namoratlikdan qutulish deydi. Na fu deganimiz yo'lash. Na fu贫就是 namoratlarni yo'laganni fu贫deymiz. 好，现在扶贫工作做得非常的出色。Hozir shu namoratlarni yo'lash xizmatini nihoyat qoltis qildik desak, 那就是现在的这个扶贫工作做得非常的好 desak bo'ladi. 好，那今天的生词又完了，是不是？那都听懂了吗？同学们，跟老师一起来读一下。哎呀，哎呀。死，死，出去，出去，上班，上班，进，进，沏茶，沏茶，坐，坐，院子，院子，多，多，凉快，凉快，变成，变成。花园，花园，搭建，搭建，葡萄，葡萄，架，架，弄，弄，菜园，菜园，种，种，歇，歇，西红柿，西红柿，辣子。辣子，芹菜，芹菜，根，根，提起，提起，过，过，想，想，惊喜，惊喜，瞧，瞧，养，养。牛，牛，羊，羊，买，买，咱，咱，中，中，彩票，彩票，扶贫，扶贫。好。那亲爱的同学们，作业一样啊，每一个字抄2行，选择其中的10个造句。那今天我们的课就先上到这里，我们下一期